UFC 328 turnirining asosiy jangida Shon Stigland hamda Hamza Chimayev o'rtasida bo'ldi. Shon Stigland bu jangda hakamlar qarori evaziga g'alaba qozondi. Hamzat startni yaxshi oldi. Birinchi raundda grapplingi zarbalari ancha aniq chiqdi va sportda shunday narsa bor. Oldiga qo'ygan maqsaddan hech kim va hech narsa chalg'ita olmasligi kerak, lekin UFC turniri davomida polni kim agar kurashga kirishgan bo'lsa, kim grapplingga kirishgan bo'lsa, barchasiga muxlislarni shu bosimi bo'ldi. Ular ko'proq stoykada jang ko'rishni xohladi va Hamzat jangida ham xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Ya'ni birinchi raundda kurashga kirishgan payti, Shon Stiglandni yiqitgan payti muxlislar hayqirib, hushtakbozlik qilib, Hamzatni stoykaga chaqirishdi. Yana bir narsa meni e'tiborimni tortdi. Jang natijalari e'lon qilinayotgan vaqtda Hamzat Chimayevni qorin qismida, ya'ni qo'rg'asi singanga o'xshash jarohat sezdim. Bu albatta taxmin. Rasmiy javoblarni kutib qolamiz. Bu sport. Sportda shunday, kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Shaxsan men o'zim Hamzat Chimayevning muxlisiman. Xudo xohlasa albatta o'z ustida ko'proq ishlab, Shon Stiglandni revanch qilib, kamarni albatta qaytarib oladi.